pul har kuni bor edi. Pul har kuni bor edi. Bir kuni pulimni yig'dimda $5000 Real Madridda birinchi taymda gol urishga tikib yubordim. Benzema gol urdi. Xullas $10,000 bo'ldi pulim. $10,000 oldim. Bolalar bilan ketdi dedim, kazinoga dedim. Qanaqa kazino? Toshkentda yo'q kazino deydi. Qozog'ga chiqamiz dedi. Xullas darsda o'tirgan joyimizda shunda qo'lidan ushlab olib chiqib ketganman. Shimkentga borganmiz. Patbolni joyi bor ekan, o'sha yerga kirib, kazino o'ynab, pulni 20 ming qilganman, 10 ming pulni 20 ming qilganman, 10 minutda. 2018-yili yangi anaqa chiqdi, esinglarda bo'lsa. iPhone X. Telefon qilganman. Короче, iPhone X olib kelib berdilar endi o'g'lim. Malikaga borish yo'q. Telefon qilyapti. Olib kelib berdilaring. Olib kelib 1600. Xo'p. Tushing olib keldim dod. Tushing dod. Men aytaman, $50 qo'shib beraman, chiqqandan. Shu darajada pul ko'pda, tushunasizmi? Chiqyapti, 1650 beraman, X olma. O'sha kuni hamma pulimni olib qoldim. Bir tinch qoldim. O'sha kuni hamma pulimni oldim. Nima bo'ldi keyin? Chiqdim, Malikaga bordim, X'imni sotdim. X'imni ham pulini yutqizdim. Kameram bor edi. Yaxshigina pul topgan, qancha menga mehnat qilib, qancha xizmat qilgan, ancha-muncha pul topib bergan pulim, fotoaparatimni o'z yaqin og'aynimga sotib yubordim. Uyda ham o'g'li adam bilan futbol ko'rsam baqirib tashlardim-da. "O sen jinnimisan, o'tir, nega baqiryapsan? Otangni molini yutqizayotsanmi?" derdilar. O'shani bitta qarab qo'yardim. Tushunasizmi? Okey. Otamni emas, og'aynimning molini yutqizolman degim kelardi.